Atiga 500 rublga bizdan sim karta sotib olasiz. Sim karta sotib olganingizdan keyin bizda tekinga xizmatlarimiz bor. Ya'ni sim kartalar ham bezlimitli internet yaxshi tariflarda tanlab olishingiz mumkin bo'ladi, qaranglar. Keyin esa bizda tekinga xizmatlarimiz Gosuslugani o'rnatib beramiz. Biometrik, Tinkoff karta, sim kartadan ham chiroyli zolotoy nomerlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Adreslarini aytaman, qaranglar. Metro Dubrovka, 6-выход, торговый center Kalibr ichida. Qo'shimcha yana xizmatlarimiz bor. Ofitsialniy notariusdan tasdiqlangan pasport perevodlarini ham olishingiz mumkin bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Ishonchli yigitlar har doim xizmatda vatandoshlarimizga xizmat qilishdan charchashmaydi. Xudo xolisa, borib barcha dokumentlaringizning xizmatlaridan foydalanib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu videoga bitta like bosib, ko'proq kishiga tarqatib qo'yinglar. Adreslarimni men kommentariyada yozib qoldirdim. Profilimni atmetga qilib qo'ying, o'tib obuna bo'lib, nima savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin shularga. Hammaga yaxshi kayfiyat.